Barchaga salom. Demak do'stlar, ushbu videoyimizda yana TikTokda pul ishlash bo'yicha yana kerakli boshqa ma'lumotlarni berib o'taman. Xo'p, biz TikTokda profil ochib bo'lganimizdan so'ng, ya'niki monetizatsiyali akkaunt ochganimizdan so'ng, misol uchun Fransiya yoki Germaniya, misol men Fransiya akkaunti ochgan edim. Shu sababli sizlar ham Fransiya akkaunti ochsanglar, mabodo nimanidir mendan so'raganinglarda osonroq javob berishim mumkin bo'ladi. Va endilikda biz kanalimizni yuritayotganimizda, ya'niki videolar qo'yganimizda videolarimiz prosmotr olmasligi mumkin. Eng boshida ko'rib turganingizdek, men ham eng boshida video qo'yganlarim. Xo'p, 4 ta prosmotr bo'lib turibdi. Ya'niki boshida prosmotr deyarli bo'lmadi, ya'niki 0 bo'lib qotib qolgan holatida bo'ldi. Bu vaziyat bir necha kun davom etishi mumkin, lekin bu degani oxirigacha bu tarzda ketadi degani emas. Buni sababi, siz TikTokda yangi profil ochgan vaqtingizda hali sizni akkauntingiz aktiv holatga kelmagan bo'ladi va TikTok algoritmi sizni profilingizni haqiqiy odam emas deb tasavvur qiladi. Ya'niki shunchaki akkaunt ochib kimlardir ba'zilarga like yoki podpiska bo'lib pul ishlaydigan saytlar bor. Xabaringiz bo'lsa, VK Surfing, VK Target degan saytlarda ko'rgan edingiz. TikTokda ham vazifasini bajarib, ya'niki kimnidir postiga like bosish yoki profiliga obuna bo'lish orqali pul ishlash mumkin edi. Xuddi shunga o'xshash fake akkauntlar ochilgan deb hisoblash mumkin eng boshida. Shu sababdan ham sizni videolaringiz unchalik ko'p prosmotrga ega bo'lmaydi. Buning uchun siz har kuni kirasiz, har kuni bitta-ikkita yoki 3-4 ta video qo'ysangiz ham bo'ladi bir kunda. Shunday qilib videolaringiz akkauntingiz aktiv holatga kelgunicha bir necha kun vaqt o'tishi kerak bo'ladi. Va ikkinchi tomondan siz shunchaki TikTokka kirib videoni qo'yib chiqib ketishingiz kerak emas. Siz asosiy bo'limga o'tib olib videolarni ko'rishingiz kerak. Videolarga, ya'niki o'zingizga yoqqan videolarga like bosishingiz kerak va o'zingizni qilayotgan kontentingizga mos, misol uchun siz qanaqa kontent qilib videolarni qo'ymoqdasiz. Aytaylik, siz qandaydir multfilmlarni qo'ymoqchisiz yoki o'yinlarni qo'ymoqchisiz. Aynan shunga mos bo'lgan videolarni ko'rishingiz, poiskdan izlashingiz, ularga like bosishingiz hamda podpiska bo'lib postlarini repost qilib qo'ysangiz, sizni akkauntingiz biroz rivojlanadi. Misol uchun siz aytaylik kommentariy yozsangiz, misol uchun men hozir mana bu joyga qanaqadir kommentariy yozadigan bo'lsam, bu kommentariyamni kimlardir ko'radi. Misol uchun mana e'tibor bersangiz, mana kommentariy yozilgan, 141 like bosilgan. Bu degani buni juda ham ko'pchilik odam ko'rgan. Istalgan odam shu profilni ustiga bosib kanalni ko'rishi mumkin. Xuddi shunga o'xshash sizni kanalingizni ham xuddi shu tarzda bosib ko'rishlari mumkin bo'ladi. Ya'niki sizga obuna bo'lishlari uchun undan tashqari repost qilib qo'yadigan bo'lsangiz, mana bu repost degan joyi bor. Bu videoni o'zingizni videolaringizga qo'shib qo'yadigan bo'lsangiz, bunda ham sizni akkauntingiz aktivi oshadi. Ya'niki siz haqiqiy odam sifatida qiziqayotganligingiz, TikTokka ko'proq vaqt ajratayotganingiz, shunisi ham muhim. Ya'niki siz bir kunda 2-3 daqiqa vaqt TikTokka kirib chiqib ketadigan bo'lsangiz, u holatda sizni akkauntingiz aktiv hisoblanmaydi. Siz kamida yarim soat TikTokda videolar ko'radigan bo'lsangiz, xullas foydalansangiz, videolarni ko'rib yoki boshqa bir ishlarni qilib, shunda sizni akkauntingiz aktiv hisoblanadi va videolaringiz prosmotr ko'rishga o'tadi. Mana ko'rib turganinglardek, keyingi ba'zi bir videolarimiz 1000 tadan oshiq, 2000 tadan oshiq videolar prosmotrlarga ham ega bo'ldi. Ba'zilari esa unchalik ko'tarilmagan. Xullas shu tartibda amalga oshadi prosmotrlar. Ba'zi videolaringiz rekomendatsiyaga chiqadi, ya'niki lentaga chiqib juda ham ko'p prosmotr olishi mumkin. Ba'zilari esa shunchaki 100-200 ta prosmotr bo'lib to'xtab qolishi mumkin. Bu sizni qilayotgan kontentingizga bog'liq va asosan sizni chiqargan videoyingizni eng birinchi bo'lib kimlar ko'rishiga bog'liq. Misol uchun sizni videoyingiz ovqat pishirish to'g'risida bo'ladigan bo'lsa, misol uchun men u videoyingizni ko'rib, misol uchun menga ovqat pishirish qiziq bo'lmasa, men uni ko'rmasdan shunchaki o'tkazib yuboradigan bo'lsam, bu sizni videoyingizni reklamaga chiqish, rekomendatsiyaga chiqish jarayonini
anchagina pasaytiradi. Ya'niki sizni videoyingiz boshqalar uchun qiziq emas degan TikTokni algoritmi hisoblaydi va sizni videoyingiz borgan sari cho'kishni boshlaydi. Ya'niki rekka chiqmaydi. Bu ham bir sabablardan biri va TikTokga qaysi vaqtda video qo'yishingiz ham ahamiyatli. Ya'niki kunning xohlagan qismida emas, har kuni bir xil vaqtda qo'yadigan bo'lsangiz, bu ham sizga yaxshi natija olib keladi. Xo'p. Ana endi yana nimalar haqida sizlarga tushuntirib o'tsam. Xo'p, TikTok profilingizni qanday qilib sozlashni, ya'niki mana bu joyda xo'sh, mana bu izmenit degan qalamchani ustiga bosadigan bo'lsangiz, siz profilingizni o'zgartirishingiz mumkin. Misol uchun, izmenit foto qilib o'zingizga rasm qo'yasiz profilingizga. Imya pользователь, ya'niki kanalingiz mavzusidan kelib chiqib yoki shunchaki ism familiyangizni yozsangiz ham bo'ladi. Xullas, o'zingizga ma'qul kelgan biron bir nom bilan imya pользователь degan username yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Va описаниyaga kanalingizga qo'yilayotgan videolar haqida qisqacha ma'lumot yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, shu tartibda siz videolarni qo'yishingiz mumkin. Videoni qanday qilib qo'yish mumkin? Mana bu joyda plus tugmasini bosasiz. Xo'p, plus tugmasini bosganimizdan so'ng mana bu pastda galereyangiz chiqadi. Galereyangizni tanlaysiz va o'zingiz qo'ymoqchi bo'lgan videoni tanlab davom etib, xuddi YouTube'ga yoki Instagram'ga qanday qilib Reels qo'ysangiz, xuddi shu tartibda videolaringizni qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Va yana bir tomoni, mana bu joyda TikTok Studio bor. Agar sizda bu chiqmayotgan bo'lsa, yuqorida 3 ta chiziqchani ustiga bosasiz va ushbu joyda TikTok Studio degani bor. Ushbu joyga kiramiz. Va bu joyga kirganingizda eng pastga tushasiz, eng oxiriga va Nachat tvorit degan joyga bosadigan bo'lsangiz ham video qo'yishingiz mumkin. Ko'pchilik shu joyni o'rgatadi, ya'niki plus tugmasida emas, mana shu joyda qo'yadigan bo'lsangiz, videolaringiz prosmotri keskin oshishi to'g'risida aytib o'tiladi. Men shu paytgacha video qo'ygan bo'lsam sinab ko'rdim. Unchalik ahamiyatli emas, chunki bu joydan qo'yganlarim ham unchalik ko'p prosmotr bo'lmaganlari bo'ldi. Plus tugmasini bosib qo'yganlarim ham million prosmotr bo'lib ketganlari ham bo'ldi. Shu sababli buni unchalik ahamiyati yo'q deb o'zim xulosa chiqarib olganman. Bizga kerak bo'ladigani TikTok Studioga kirganimizdan so'ng biroz pastga tushamiz va ushbu joyda proverka akkaunt degan joyi bor. Siz har kuni video qo'yganingizdan so'ng, ya'niki xuddi shu holatda siz tekshirib olishingiz kerak. Bunda sizni videolaringiz ko'riladi va sifati past yoki original bo'lmagan yoki qayerdandir ko'chirib olingan, mualliflik huquqi bor videolaringiz shu joyda sizga ko'rsatib beriladi. Misol uchun, mana menda bitta chiqdi, ограничение publikatsiya. Ko'radigan bo'lsak, buni rekomendatsiyaga chiqishini cheklab qo'ydi. Bu degani bu videoyimiz unaqangi yuqori ko'rishlarga ega bo'lmaydi, ya'niki rekka chiqmaydi. Sababi bunda qandaydir muammo bor. Ustiga bosadigan bo'lsak, nima muammosi borligini ham ko'rsatadi. Va siz bunga ustiga bosgan vaqtingizda yuqorida podat apellyatsiya degani bo'ladi. Siz apellyatsiya berishingiz mumkin. Men berganman, lekin foydasi bo'lmagan, baribir shu holatida qolgan. Sizlar ham agar shunday bo'ladigan bo'lsa, apellyatsiya berib ko'rishingiz mumkin. Xullas, bu joyda nima deb yozmoqda? Ya'niki neoriginalniy kontent, sifati past hamda qandaydir videoda qiri kodlari bor deb yozmoqda. Xuddi shu joylarga e'tibor berishingiz kerak. Tekshirib ko'ring, videolaringiz shunaqangi holatga tushib qolmasligi kerak. Va yana bir narsa, agar siz boshqa bir Instagram yoki YouTube'dan yoki TikTokning o'zidan videolarni kimlarnikidir, boshqa birovlarnikini olib, biroz o'zingiz ma'lumot qo'shib yoki qanaqadir reaksiya bildiradigan video qiladigan bo'lsangiz, ya'niki videoni yuklab olish uchun siz uni belgisisiz yuklab olishingiz kerak, toza holatda yuklab olishingiz kerak. Misol uchun, siz mana bu videoni yuklab oladigan bo'lsak, mana skachat belgisini bosadigan bo'lsak, bu videoda TikTokni belgisi paydo bo'lib qoladi. Hozir mana yuklab olindi, hozir ko'ramiz. Xo'p, mana galereyamizga tushdi ushbu video. Ko'radigan bo'lsangiz, mana bu joyda TikTok deb yozib qo'yilgan. Ushbu profil egasini usernamelari bilan chiqib turibdi. Mana shu holatda agar siz
boshqa birovni videosidan foydalangan bo'lsangiz, unaqada sizni videolaringiz monetizatsiyaga ulanmaydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun siz buni boshqa bir mana shu emblemasiz yuklab olish mumkin bo'lgan. Misol uchun hozir bitta botni ko'ramiz Telegramdagi. Xo'p, shu videoni yuklab olish uchun biz mana yuborish deganni bosamiz. Xo'p, buni ham bilmaydiganlar uchun tushuntirib qo'yaman. Mana bu joyda ko'rib turganingizdek belgini bosamiz va ssilka deganni kopировать qilib olamiz. Kopировать qilib oldik. Ana endi Telegramga kiramiz. Xo'p, Telegramga kirdik. Mana ko'rib turganingizdek Save as bot degani bor. Mana shu Telegram bot orqali siz biron bir videoni yuklab oladigan bo'lsangiz, xo'p, mana ssilkani yuboramiz va bizga mana videosi yuklandi, qo'shig'i bilan videosi yuklandi. Xuddi shu tartibda videoni yuklab oladigan bo'lsangiz, boyagi emblemasi chiqmaydi. Toza holatda yuklab olinadi va siz uni bemalol foydalansangiz bo'ladi. Lekin shuni aytib o'tamanki, siz shunchaki boshqalarning videosini olib, ikkita uchtasini taqqoslab yoki yonma-yon qilib yoki shunchaki qanaqadir yozuv qo'shib qo'yib, ozroq montaj qilib, rangini o'zgartirib yoki shaklini, hajmini o'zgartirib yoki tezligini o'zgartirib qo'yib pul ishlayman desangiz, u holatda bu harakatingiz bekor ketadi. Ya'niki shuncha harakat qilib, siz mehnat qilib ishlagan obunachilaringiz ham, yig'gan prosmotrlaringiz ham foydasiz, sababi sizga pul to'lanmaydi. Shuning uchun siz iloji boricha o'zingiz ijod qiladigan, o'zingiz bir qanaqadir yangilik qiladigan videolar yasashga harakat qiling. Bunaqangi kontentlar juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Misol uchun CapCut'da programmada turli xil shablonlar bor. Ya'niki har xil montaj qiladigan usullari bor. Ushbu usullardan foydalanib montaj qilishingiz mumkin yoki o'zingizni kasbingiz bo'yicha qanaqa kasbingiz bo'ladigan bo'lsa, ba'zi bir ma'lumotlarni ulashish, o'rgatish yoki tabiat manzaralarini ko'rsatishingiz mumkin. Xullas shu tartibda siz o'zingiz original videolarni TikTokka joylab qo'yib borishingiz kerak bo'ladi. Va biz bu videolarni qo'ygan vaqtimizda, ya'niki videolarni qo'yamiz, prosmotrga ham ega bo'lamiz, obunachilarni ham yig'amiz va endi pul ishlaydigan darajaga chiqish uchun biz nimalarga erishishimiz kerakligini ham tushuntirib o'taman. Buning uchun TikTok Studioga kiramiz. Xo'p, TikTok Studioga kirgan vaqtimizda biroz pastga tushamiz. Va mana bu joyda monetizatsiya degan bo'lim bor. Mana bu joyga bosadigan bo'lsak, ssilkachaga hammasini ko'rsatadi. Ya'niki monetizatsiyada nimalar borligini. Pul ishlash yo'llari, ya'niki monetizatsiyani bir necha xil usullari bor. Turli xil usullari bor. Biz aytayotganimiz videolarni prosmotri uchun pul to'laydigani bittagina programma nagrad для авторов degani bor. Ya'niki ijodkorlar uchun 1 daqiqadan uzoq bo'lgan video, ya'niki 60 sekunddan o'tadigan videolar uchun pul to'lanadi. 60 sekunddan o'tmaydigan, misol uchun 30 sekund, 15 sekundlik videolar uchun prosmotri qancha million bo'lib ketsa ham pul to'lanmaydi. Faqatgina 1 daqiqadan uzun bo'lsa pul to'lanadi. Bu hozircha siz uchun ahamiyatli emas, chunki siz hali pul ishlaydigan darajaga yetib bo'lganingiz yo'q. Siz birinchi navbatda 15 sekund bo'ladimi, 20 sekund bo'ladimi, qiziqarli, zo'r videolar chiqarib prosmotrni yig'ishingiz kerak и obunachini yig'ishingiz kerak. Buni ustiga bosamiz va bu shartlarini aytadi. Ya'niki qanaqa shartlarni bajarish kerakligini ushbu joyda yozib qo'ygan. Biroz kutamiz. Xo'p, biroz zagruskasi ko'payib ketdi. Demak, mana shartlarni yozib qo'ygan. Xo'p, birinchi navbatda biz bu programmaga qo'shilish uchun, demak, pastga tushaylik. Mana bu joyda nima kerakligi yozilgan. Вам нужно исполнить 18 лет. Ya'niki biz 18 yoshdan yuqori bo'lishimiz kerak. Boshida siz ro'yxatdan o'tgan vaqtingizda tug'ilgan sanangiz, oyingiz, yilingizni kiritasiz. O'sha paytda siz 18 yoshdan yuqori bo'lgan yilni ko'rsatishingiz kerak. Va mana galочка bo'lib turibdi. Bu bajarilgan. Ya'niki biz 18 yoshdan yuqori bo'lib turibmiz. Ikkinchi bosqich, siz 10 mingta obunachi yig'ishingiz kerak bo'ladi. Hozir bizda 8 tagina obunachi bor. Demak, biz 10 mingta obunachi yig'ishimiz kerak. Bu qancha vaqtdaligi ahamiyati yo'q. Siz buni 1 oyda yig'asizmi, 1 yilda yig'asizmi, 2 yilda yig'asizmi, umuman farqi yo'q. Shunchaki 10 ming podpiska bo'lishi kerak. Undan keyingi bosqichda siz 30 kun ichida
100 000 prosmotr yig'ishingiz kerak. Bu bitta videodan emas, umumiy hisobda bir oy, oxirgi bir oy davomida 100 000 prosmotr bo'lishi kerak. Menda hozir 22 000 prosmotr bo'lgan. 8 ta obunachim bor, lekin 22 000 prosmotr yig'ib qo'yganman. Shuning uchun bu narsani siz o'ylashingiz kerak emas. Bu umuman murakkab narsa emas. Bitta videoyingizni o'zi 100 000 dan oshiq prosmotr yig'ib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu unchalik ham qiyin emas. Eng asosiysi 10 000 ta obunachini yig'ib olish. Mana shu joyi biroz qiyin bo'lishi mumkin. Chunki sizga videolaringizni ko'rishi, lekin sizga podpiska bosmasligi mumkin. Mana shu joyda siz agar 10 000 ta obunachi yig'ib oladigan bo'lsangiz, marra sizniki. Shundan so'ng bemalol siz mana bu joyda "Сообщить" deb yozib, xullas qo'shilish degan tugmasi ochiladi. Bemalol siz ushbu dasturga qo'shilishingiz mumkin bo'ladi. Qo'shilgan vaqtingizda sizni videolaringizni sifati tekshiriladi. Ya'niki sifatsiz video bo'lishi kerak emas. Xira, qorong'i, sifati past hamda original bo'lmagan videolar qiladigan bo'lsangiz, bu joyda siz o'ta olmaysiz. Shuning uchun videolaringiz sifatiga ham e'tibor bering. Ya'niki 720 eng kamida yoki 1080 formatli sifat bo'yicha siz videolarni yasashingiz kerak. O'zingizni videoga oladigan bo'lsangiz, tiniq va yorug' joyda kameraga tushishingiz kerak bo'ladi. Xullas, shu tartibda siz iloji boricha sifatli video qilsangiz, sifatli video ham sizni prosmotrlaringiz ko'payishi uchun bir sabab hisoblanadi. O'ylashimcha anchagina ma'lumot berdim. Siz shunchaki endi videolarni qo'yib, boyagi ikkita shartni bajarishingiz kerak. 10 000 ta obunachi yig'ishingiz hamda 30 kun ichida 100 000 prosmotr yig'ib, ushbu dasturga qo'shilishgacha bo'lgan jarayonni amalga oshirib olsangiz, undan keyin qanday qilib pul ishlanishi, qanaqa videolar qo'yilishi kerak yokida pulimizni qayerga chiqarib olishimiz kerak, Payoneer hamyon qanday qilib ochamiz, qanday TikTokda identifikatsiyadan o'tishimiz kerak, Payoneerdan ham identifikatsiyadan o'tishimiz kerak, bankdan Visa karta ochtirishimiz kerak, o'zimizni hisob raqamlarimiz, xullas shu haqida bundan keyingi videoda ma'lumot berib o'taman. Bugungi videoyimizda faqatgina shu jarayonlarni haqida ma'lumot berib o'tdim xolos. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol savollaringizni berishingiz mumkin va shu bilan videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosib qo'ysangiz ham men uchun foydali bo'ladi.